Bu shirinlik urfdan qolganmi? Diqqatga qarama, qaymoqli krem chizli. Xarajati katta shirinliklar qilinadi. Siz buni yeb ko'ring, og'zingizda erib ketadi. Bu shirinlikning nomini biladiganlar hali bormi? Bilganlar kommentariyaga yozib keting. Tayyorlashni o'rganishni xohlasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Margarinni qirg'ichdan chiqarib, un bilan uqalab olamiz. Razriq ristel, tuxum sarig'i va smetanani solib, yumshoq xamir qorib olamiz. 4 bo'lakka bo'lib, salofan bilan o'rab qo'yamiz. Bizasini tayyorlab olamiz. Tuxum oqini qattiq ko'piyib bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Limon kislota va shakarni oz-ozdan solib ko'pirtirib olamiz. Keyin uchta xamirni ketma-ket videoda ko'rsatilgandek yoyib, listga joylab, bizani uchidan bir qismini surib, to'g'ralgan yong'oqni sepib, duxovkani 160 gradusda bizasi quriguncha pishirib olamiz. Uchta xamir bezali, oxirgi 4-xamir o'zini yoyib, duxovkani 180 gradusda pishirib olamiz. Xona haroratida erigan sariyog'ni yaxshilab ko'pirtirib olib, sgushyonkani ham qo'shib ko'pirtirib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek bezali xamirimizni ustiga birma-bir krem surib chiqamiz. Keyin ustiga quruq korjimizni to'mparib qo'yamiz. Ustiga qolgan kremimizni surib, xohishga ko'ra bezay beramiz. Shokolad yoki sgushyanka bilan. Men kokos qirindisini sevib oldim. Unutilgan va kam xarj retseptlarni yana kutib qoling.